Qirg'izistonni Oqtosh tog'laridamiz. Sizlarga bu yerda tabiatning go'zalligini aytishga til ojiz, to'g'risi. Shunaqa ham giyohlari ajoyib, rang-barang. Hindiston tog'laridagi giyohlarga o'xshash noyob. Suvlarini, tozaligini, ko'llarini juda ham aytib bergim kelyapti. Mana rosa mazza qildik. Hozir tog'ni aylandik, tepaga chiqdik. Qorli tog'lar ham yaqqolroq ko'rindi. Mana hali ham bu tepaliklarda qor bor. Bu yerda dengiz sathida 2700 metr balandlikda ekan bu yerlar. Mana bu suvni lavosini qaranglar. Odamni muzday suv ekan, odamni tanasini yayratadi. Hozir gid bilan gaplashib qoldim. Shu muzday qorli suvlarga cho'milsangiz bir hafta toza yurasiz dedi. Keyin uyga borsangiz shu tog'da kiyib yurgan kiyimlaringizni ochsangiz, giyohlarni shunaqa ham ajoyib hidlar taraladi dedi. Shuning uchun bunaqa undan keyin birorta duhi ham sepkis kelmay qoladi, birorta aromat sepkis kelmaydi. Chunki uni o'zini hidlari, islari juda ham ajoyib, unaqa issiq hech qayerdan topolmaysiz dedi. Chindan ham juda ajoyib qoyil.